Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizin xazinesi. Bir qadimiy shaharda bir Namrat buvay o'g'li bilan birga yashaydi ekan. Buvay kasalchan bo'lib, kesili kundan kunga og'irlashib ketibdi. Bir kuni buvay o'g'lini chaqirib shundoq debdi: "O'g'lim, men o'lib ketadigan o'xshayman. Mening sana qoldirg'idek boyliqim yo'q. Biroq bu so'zlarni sana miros o'rnida qoldiray" debdi. O'g'il "Qulluqim sizda, dada. Boyliqlarning eng ustun turdig'ini aqldir. Yo'qsullikning eng ig'iri ahmoqlikdir. Qo'rqinchning eng qo'rqinchlisi o'z-o'zidan qanoatlanishdir. Odamning eng esil fazilati bo'lsa, yaxshi mijoz xuluqdir. O'g'lim, ahmoq bilan hargiz do'st bo'lma. U hamon sana ziyon yetkazadi. Nokes bilan hargiz do'st bo'lma. U sen uning yordamiga eng ehtiyojli bo'lgan vaqtingda sana yordam qilmaydi. Esingda bo'lsin, sana yomonlik qilganlar bilan hargiz do'st bo'lma. U kichikkina manfaat uchun sana xoinlik qiladi. Yana yolg'onchilar bilan hargiz do'st bo'lma. U sening yaningdagi odamlarni sendan yiroqlashtirib, sendan yiroq odamlarni sana yaqinlashtiradi.